Yakuza haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Yakuzaning asl ismi Shohruz, familiyasi Nazarov, millati o'zbek. Yakuza nomi yaponiyalik mafiyaning nomi hisoblanadi. Yakuza nikini Yakuza nikli Counter-Strike o'yinchisiga havas qilib qo'ygan. Asosiy kontentni rus tilida olib boradi. Yakuza Arcade kibersport klubi bilan shartnomaga ega. Hozirgi kunda asosan vloglar olish bilan shug'ullanadi. Streamerlik faoliyatini Arcade organizatsiyasida boshlagan. 3 oy davomida YouTube kanalida 100 mingdan ortiq, TikTok akkauntiga 310 ming, Instagram akkauntiga 30 ming hamda Telegram kanaliga esa 10 ming obunachilarni yig'ishga erishgan. O'sha vaqtlarda asosiy daromadi donatlar orqali kelib tushgan va oyiga o'rtacha 1,5 ming dollar pul ishlagan. Yakuzaning streamerlik faoliyatiga onasi qarshi bo'lgan. Shohruz SMMga va tradingga qiziqadi. Yoshligida oldi-sotdi biznes orqali 7 ming dollar ishlagan. Yakuza qanchalik boy bo'lsang ham o'zingni oddiy odamday tutishing kerak degan fikrda. 2022-yilda Toshkentdan 80 kvadrat metrlik kvartira sotib olgan. Narxi o'sha vaqtda 350 million so'm bo'lgan. Ushbu uyni 18 yoshga kirgani uchun o'ziga sovg'a qilgan. Yakuzaning ota-onasi ajrashishgan. Otasi Qozog'istonda istiqomat qiladi. Yakuzaning onasi dizayner hisoblanadi. Yakuza barcha topgan pulini onasiga beradi. 2004-yil 21-dekabrda tug'ilgan. Tug'ilgan joyi Toshkent shahri. Maktabda 8-sinfgacha juda zo'r o'qigan. Chunki har bir 5 baho olgani uchun onasi 1 soat telefon o'ynashga ruxsat bergan. 9-sinfdan stream qilishni boshlagan. O'sha vaqtlarda 200 dollar oylik uchun Arcade bilan shartnoma tuzgan. Faoliyati boshida 11-12 soatlab streamlar qilgan. Yakuza hozirda donat qilish servisi bilan shug'ullanadi va qo'lida 10 ta ishchi ishlaydi. 2022-yil hisobida ushbu servis aylanma summasi jami hisobda 14,5 milliard so'mni tashkil etgan. Asosiy mijozlari Rossiya Federatsiyasidan. Buning sababi sanksiyalar orqali Rossiyadan ko'plab o'yinlarga donat qilish imkonsiz. Yakuza YouTube monetizatsiyasidan hech qachon pul yechmagan. 4 oy muddat ichida donat servisidan 2 yil YouTube'da ishlab topgan pulidan ko'ra ko'proq foyda qilgan. Faoliyatining tez fursatda rivojlanganligini sababi karantin vaqti hisoblanadi. Yakuzani qizlar babnik deb o'ylashsa-da, aslida u juda bosiq yigit. Yakuza ishga hech qachon dinni aralashtirmaslik kerak degan fikrda. Yoshligida barcha boshqa o'zbek streamerlarga negativlik qilgan. Aslanboy bilan jiddiy konfliktlarga borishgan. Buning sababi Aslanboy qilgan fan strecha hisoblanadi. Yakuzaning 3 ta administratori bor. Arcade jamoasi Yakuzaga qimmatbaho soat sovg'a qilishgan. Bukmekerlar 1 yillik reklama uchun Yakuzaga 250 ming dollar taklif qilishgan. Hozirda Yakuza APG bilan ham hamkorlik qiladi. 2021-yilda opasiga Nexia 3 mashinasini sovg'a qilgan. Shu yili o'zi uchun ham Equinox mashinasini sotib olgan. Ushbu avtomobil unga 400 million so'mga tushgan. Equinoxni sotib olishni Yakuzaning onasi taklif bildirgan va yonidan 10 ming dollar qo'shgan. IELTS'dan 8 ballni qo'lga kiritgan. Yakuza mashhur bo'lish joniga tekkani haqida ko'p gapirgan. Yoshligida birinchi avtomobillari Havorang Nexia 2 bo'lgan. Ushbu mashinani Yakuzaning onasi farzandi o'zini boshqalardan pastroq darajada his qilmasligi uchun sotib olgan. Yakuza 16 yoshidan mashina haydashni o'rgangan. Yakuza yosh streamerlarga faoliyatini boshlashdan oldin investor topishni maslahat beradi. Oilada bitta o'g'il hisoblanadi. O'zidan oldin 2 nafar opasi bor. Opalari barchasi oilali. Yakuza PUBG'ning rasmiy hamkori hisoblanadi. Instagram akkauntida obunachilar soni 500 mingdan ziyod. YouTube kanalida esa 863 ming. Hozirgi kunda Yakuza ko'proq chat ruletkada Madina bilan efirlar qilishadi. YouTube kanalida eng birinchi video 2019-yil 30-oktyabr sanasida joylangan. Hozirda deyarli har kuni YouTube kanalida PUBG streamlar qilmoqda. YouTube kanalida eng ko'p ko'rilgan video 874 ming prosmotr olgan. Ushbu videoda Yakuza bitta matchda 34 ta kill qilgan. Yakuza dunyo bo'ylab sayr qilishni yoqtiradi. Dubayga
qilgan sayohatidan kanalga vlog joylagan. Hozirda asosan content making bilan shug'ullanadi. Ya'ni streamlar va PUBG yo'nalishidan ko'ra ko'proq ko'ngil ochar videolarni kanaliga joylaydi. Streamda Madinadan sevgi izhor qilib, rad javobini olgan. Yakuza o'z nikini $500,000 sotishga rozi ekanligini aytgan. Mushugi o'lib qolgan vaqtida qattiq yig'lagan. Yakuza o'z YouTube kanaliga 5 ta shorts yuklagan va ushbu videolar deyarli barchasi 100,000 atrofida prosmotr olgan. Eng birinchi shorts videosini 2023-yil 12-iyul sanasida yuklagan. Yakuza YouTube kanalida bitta playlist mavjud. Yakuza onasiga 8-marta $20,000 uzuk sovg'a qilgan. Yakuza YouTube kanali 2019-yil 29-oktyabr kuni ro'yxatdan o'tgan. Ushbu kanalda umumiy ko'rishlar soni 34 millionga yaqin. Eng birinchi streamini 2020-yil 8-dekabr kuni qilgan. Ushbu stream 134,000 prosmotr olgan. Eng ko'p ko'rilgan stream esa 650,000 prosmotr yig'gan. Yakuzaning sevimli sporti tennis. 100,000 obunachi uchun beriladigan YouTube knopkani 500,000 dan oshgan vaqtida qo'liga olgan. Do'stlar bilan paintball o'ynashni yoqtiradi. Instagram profilida Galaxy Z Fold 3 telefonini juda ko'p reklama qilgan. Oson Gaming va Oson ilovasining rasmiy hamkori va ambassadori hisoblanadi. Yakuza Gelanfagenni yaxshi ko'radi, ammo BMW yoki Mercedes tanlash kerak bo'lsa, BMWni tanlaydi. Yakuza mashhurligi sabab sevgan qizi bilan ajralib ketishgan. Streamni endi boshlagan vaqtlari juda kibrli bo'lgan. Yakuza doimo atrof muhitdagi vaziyatdan foydalanadi va shu orqali foyda qilish kerak ekanligini aytadi. Mashhurlik omad keltirdi deb hisoblaydi. Yakuza 21 yoshida uylanish niyatida. Aslanboyni talantli deb hisoblaydi.